Azizlar, 1 minutga mana shu videoni o'tkazib yubormang. Bu video sizni oldingizdan bejiz chiqqani yo'q. Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana bugungi bemorimiz Shahrixon tumani Sohiobod mafayida yashovchi Avazbek akamiz 86-yilda tug'ilgan ekanlar. Bu akamiz ham jigar serozi bilan kasallanib qolibdilar. Zudlik bilan Hindistonga jigar ko'chirishlik muolajasiga yuborishligimiz kerak bo'lyapti. Sababi mana tashxis natijalarini ko'rib chiqdik. FibroScan degan tahlillarda bu jigarni zararlanish holati 75% ga borib qolibdi. Bu degani imkon qadar tezroq jigar ko'chirish, ya'ni donorlik operatsiyasini olib borishlik kerak. Hozirda o'zlarida 3 ta donor bor ekan. Shularning qaysi biri bu kishiga qonlari to'g'ri keladi, bugun erta ularning natijasi Hindistondan keladi. Shuning uchun gapimizni qisqa qilamiz. Kim qo'lidan kelgancha mana shu akamizga bu plastik kartalarni qo'yamiz, yordam qilsak. 3 nafar farzandlari bor ekan. Mana shu farzandlarini Xudo saqlasin yetim bo'lib qolishligini oldini olgan, mana shunga sababchi bo'lgan bo'lamiz. Inshaalloh Alloh taolo mana shu videoni ko'rganlarni, tarqatganlarni, unga yaxshi kommentariyalarda, ya'ni bu videoni maksimal darajada ko'pchilikka yetib borishlikka hissasi qo'shilganlardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bu akamizni hozirda moliyaviy holatlari, o'zlarini Damas rusumli avtomobillari hamda chorva mollari bor ekan. Mana shularni sotiladi. 10 ming AQSh dollari miqdorida pul bo'lar ekan. Yana qarindosh urug'lar, oshna og'aynilari ham bu harakatda bo'lyapti. Odatda 30 ming, 35 ming AQSh dollarida Hindistonga mana shu jigar ko'chirish operatsiyasiga mablag' ketadi. Qolgan mana shu summaga inshaalloh yordam berib olsak, Alloh taolo hammalarimizdan rozi bo'lsin.